nima degani? Wait qaytaring. Kuting. Bu ham wait bo'ladi. Kutinglar. Bu ham wait bo'ladi. Qarang. Wait qaytaring. Wait. Kimdirga buyruq bermoqchi bo'lsangiz, demak, bitta o'sha so'z o'zini aytib qo'ysangiz, bo'ldi, yetadi. Endi kutmanglar qanaqa bo'ladi? Bor yo'g'i don't ni olamiz. Don't qaytaring. Don't, endi wait qo'yamiz yana. Don't wait qaytaring. Kutma. Don't wait. Kutmang. Bu ham don't wait. Kutmanglar, kutmanglar ma'na deymiz-ku. Bu ham don't wait. Hammasiga kimdirga buyruq berib, nimadir qil yoki qilma demoqchi bo'lsangiz, fe'lni aytasiz yoki don't qilib turib, nimadir qilma deysiz. Bo'ldi, oson. Endi sizga vazifa mana bu get ol degani yoki give ber degani. Mana shu get bilan give va kommentariyada xuddi shunaqa 6 ta qilib chiqing. Aytgancha ingliz tilini 0 dan gaplashgacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, onlayn kursimda skidga ketyapti. 2-maygacha olishga ulgurib qoling. Qanaqa bo'layotganini narxini shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan skidga deb yozsangiz, tashab beramiz. Ushla inglizchada nima? Hold qaytaring. Hold yoki catch. Qol. Stay. Qoldir bo'lsa leave. Endi qoch bo'lsa nima bo'ladi? Qoch. Rostdan qochib ket bo'lsa escape. Endi yo'ldan qoch demoqchi bo'lsangiz, qochib tur yoki o'tib keting degan ma'noda ishlatmoqchi bo'lsangiz, move bo'ladi yoki move aside. Yonga o't degani. Ishla nima degani? Work ishlatchi, ishlat. Use ishchi, ish ham work yoki job. Qaytaring, work yoki job. Qara, look. See emas, see degani bu ko'r. Qara, look bo'ladi. Qidir, search, Googledan search qilamiz yoki look for. Mana shu look for o'zi nima? Nimaga look bilan for'ni oldik? Look o'zi qara degani-yu, for uchun degani. Shuni bilsangiz kommentariyada yozing yoki biladigan tanishingizga jo'nating. Mashinaga o'tir qanaqa bo'ladi bilasizmi? Mashinaga o'tir bu get in qaytaring. Get in. Endi mashinadan tush demoqchi bo'lsangiz, get out bo'ladi. Qaytaring. Get out. Mashinadan tush yoki mashinadan chiq. Endi mashinadan tashqari hamma narsaga, почти avtobusga, samolyotga o'tir yoki chiq demoqchi bo'lsak, poyezdga yoki get on bo'ladi. Qaytaring. Get on. Faqat mashinaga get in deymiz. Ibrohim aka nimaga buni ikki xil qilib yozdingiz siz? Qarang, farqini tushuntiraman. Bitta transportda bemalol yura olsangiz, get on ni ishlatamiz. Misol uchun poyezdda yura olasiz, to'g'rimi? Kemaga chiqsangiz ham yura olasiz unda, avtobusga chiqsangiz ham yura olasiz ichida. Endi mashinaga yoki taksiga o'tirsangiz yura olasizmi? Yo'q, qimirlamasdan o'tirasiz joyingizda. Shuning uchun unda get in ishlatiladi. Endi o'zi get in, get on, get outlar nima? Fe'lmi, predlogli fe'lmi yoki phrasal verb deyiladimi? Nima? Shunga o'xshash agar bilsangiz, 2-3 ta so'z yozing kommentariyada. Keyingi videoda yana ko'proq shunaqa so'zlarni o'rgataman. Buni faqat yodlab olasiz, boshqa yo'li yo'q. Yodlab tushunishingiz kerak. Qarang, get out mashinadan tush bo'ladi. Endi avtobus yoki samolyot, kemadan tush demoqchi, chiq demoqchi bo'lsangiz, get off ishlatamiz. Qaytaring. Get off. 4 xil. Buni yodlab olasiz. Yoqtir, like, yomon ko'r, yoqtirma, hate, top, find, o'yla, sing. Kuyla bo'lsa nima bo'ladi? Sing. Ashulani kuyla nima degani inglizchada? Kommentariyada yozing. Keyin men uni yomon ko'raman. Qanaqa bo'ladi? Shuni ham yozish esingizdan chiqmasin. Men yoqtiraman demoqchi bo'lsangiz, unda I like this. Qaytaring. I like degani men yoqtiraman. Sen yoqtirasan. Nima bo'ladi? You like. U yoqtiradi bo'lsa he likes. Qaytaring. He
likes yoki she likes, it likes. Endi men yomon ko'raman qanaqa bo'ladi? Qani aytingchi? I hate, men topaman. I find, men o'ylayman, men nimadir deb o'ylayman. I think, sen ashula aytasan. Qanaqa bo'ladi? Sen, you think. Oddiy ko'ryapsizmi? Men, sen, u yoki Ibrohim likes. Ibrohim bitta bo'lgani uchun fe'lga s qo'shamiz, bo'ldi mana. He likes, she likes ku. Endi yoki Alisher hates, Alisher yomon ko'radi. Yoki Odil topadi, Odil finds. Agar Odil emas, endi Odil Ibrohim o'rniga ko'plik yetadigan bo'lsa, s qo'shib o'tirmaymiz. Misol uchun, ular yomon ko'radilar. They hate. Odamlar topadilar. People find. Ko'rasizmi, s qo'shmayapmiz. Ular o'ylaydilar. Biz ashula aytamiz. Qanaqa bo'ladi? Kommentariyaga yozing. Siz ham ingliz tilida gapirishni xohlayotgan bo'lsangiz, 0 dan boshlab turib, unda onlayn kursimda 2-maygacha skidka. $100 ga 3 oylik kursni olib turib o'rgansangiz bo'ladi. 3 oy ishlata olasiz onlayn kursimni. Shunga shoshiling, vaqt az qoldi. Shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan bahor deb yozing. Call chaqir degani yoki telefon qil. Ikki xil ma'nosi bor callni. Endi men chaqiraman demoqchi bo'lsak, I call, qaytaring, I call. Sen chaqirasan demoqchi bo'lsangiz ham you call. Shunda call o'zi aytiladi. Endi u chaqiradi bo'lsa he, she calls, s qo'yamiz. Callga s qo'shdik. Endi biz chaqiramiz qanaqa bo'ladi? We call, ular chaqiradilar. They call. Call o'zini ishlatyapmiz faqat. Endi mana bitta dona odam chaqiradigan bo'lsa, nimadir bitta dona odam qiladigan bo'lsa, mana shu fe'lga s qo'shib qo'yamiz. Misol uchun, men yuguraman. I run. Sen yugurasan, you run. U yuguradi bo'lsa, he runs, she runs. Biz yuguramiz, we run. Ular yuguradilar, they run. Run mana qayerga yoziladi mana. Endi shu so'rashingiz mumkin, Ibrohim aka nimaga I bilan you ga s qo'shmadik? Bu ham sen yoki men degani. Men yuguraman, men chaqiraman. S qo'shishimiz kerak edi-yu deyishingiz mumkin. Buni qoidasi oddiy. Men va sen degan so'zlarga s qo'shib o'tirmaysiz. Qotib qolgan qoida. Bular mustasno. Shu qoidani bilarmidingiz? Endi menga men o'ylayman, sen o'ylaysan, u o'ylaydi turib kommentariyaga xuddi shunaqa qilib bering. Ingliz tili 0 dan chet elda yashash uchun degan onlayn kursim o'zi kim uchun? Qarang, agar siz chet elda yashayotgan bo'lsangiz, ingliz tilini 0 dan o'rganishingiz kerak bo'lsa, bu kurs sizga. Umuman bilmaydiganlarga yoki 2-3 oydan beri o'rganib, 0 dan boshlab yaxshi o'rganib keta olmayotganlarga bu kurs. Yoki siz chet elga yashamoqchisiz, ketmoqchisiz, unda shu kurs sizga. Keyingisi, agar siz IELTS olmoqchi bo'lsangiz, 0 dan o'rganib turib, unda mana shu kursimdan boshlaysiz. Chunki grammatika, gaplashish, eshitish hammasi chetda tushuntirilgan, so'zlar yodlash hammasi bor va siz 0 dan shuni boshlashingiz kerak. 6 oyligingiz shu. Ingliz tilini birinchi to'liq o'rganib oladi. IELTS olmoqchi bo'lganlar, keyin alohida ingliz tilidan keyin 2-3 oy IELTS o'qiydi va IELTS oladi. Endi sifir olmoqchimisiz yoki o'qishga kirmoqchimisiz 0 dan boshlab turib, unda ingliz tilini shu kursdan o'rganasiz. Chunki bu kursni tugatganingizdan keyin ingliz tilini oxirigacha davom ettirasiz, keyin sifir imtihonlarga tayinlanasiz. Ingliz tilini baribir o'rganishingiz kerak. Ingliz tilini 1 yil ingliz tilini o'rganmasdan turib, siz boshqa joy IELTS yoki sifirni topshira olmaysiz. Unga alohida tayinlanishingiz kerak baribir. Shuning uchun bekorga o'tirmasdan 0 dan qatdan o'rganaman desangiz, mana eng zo'r ustoz menman 0 dan o'rgatadigan ingliz tilini shu kursni olib turib o'rganing. 6 oylikni o'rganasiz. 60% ni ingliz tilidan. Agar siz logistikaga kirmoqchi bo'lsangiz ham shu kursdan o'rganing, chunki siz to'liq o'rganasiz ingliz tilini bu kursni tugatganingizda. Gaplasha olasiz, gaplashishni boshlaysiz va uncha qiyin bo'lmaydi. Fundamentingiz, asosingiz zo'r bo'ladi. Bu bilan kurs tugab qolmaydi, uni davomi ham bor. Lekin asosiysi siz 60% ni o'rganasiz, pre-intermediate o'rtasigacha. Shuning uchun vaqtni bekor ketkazmasdan imkoniyatdan foydalaning. Shu nomerlarga Telegram yoki WhatsAppdan bahor deb yozsangiz, biz sizga qanaqa olishingizni ketma-ketligini tashab beramiz.